Toshkentga borguncha 100 millionga yetsa, Instagram tarmog'idan butunlay chiqib ketamiz. Avvalambor assalomu alaykum qadrdon Instagram, qadrdon internet. Bizni poddeshka qilib, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun barchaga kattakon rahmat. Ba'zi bir negativlar o'qisang yoki ish qilsang bo'lmaydimi debdi. E'tiborlaringizcha mana studentskiy bilet deyiladi. Xudoga shukr o'qiymiz. Ishlaymiz, ishimiz ham bor. Shunchaki bir savob yo'lda ehsonli yurish qildik. Qanaqa deysizmi? Oddiy 200 so'mlik gugurt qiymatini Jizzax viloyati G'allorot tumanigacha 4,5 million so'mlik telefonlar, 2 million 700 ming so'm naqd pul, jami qiymati 7 million 200 ga ko'tardik. Undan tashqari, yo'lda topilgan har qanaqa pul reklama xizmatidan kelgan bo'ladimi? Insonlar bergan bo'lgan farqi yo'q. Hammasi ehsonga ishlatiladi. Toshkentga yetib borguncha har qanaqa topilgan pul ehsonga ishlatiladi. Shu bugungacha 18 kun ichida 2 million so'm naqd pul, yana 2 millionga yaqin pul kartada. Jami 18 kun ichida 11 million pul yig'ildi. Xo'p, endi ayting. Qanaqa inson 20 kundan ziyod umri ketsa, har qanaqa qiyinchilik, har qanday mashaqqatni yengib o'tsa, o'ziga 1 so'm pul olib qolmay, hammasini bitta oila xursandchiligi uchun sarflayman desa, o'shanda ham negativ yozib, poddeshka qilishning o'rniga uni battar sindirishga urinsangiz. Xo'p, aktiv uchun desangiz, bo'ldi. Aktivni bomba qiling. Mana shu ehson qiymati Toshkentga borguncha 100 millionga yetsa, Instagram tarmog'idan butunlay chiqib ketamiz. Qani O'zbekiston, poddeshka qilib, qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin. Bir oila xursandchiligiga o'z hissangizni qo'shib qo'ying. Olg'a O'zbekiston!